Siz hozir boraman deydigan inson kimki bo'lishidan qat'iy nazar o'zi u yoq tarafda insonlar jamiki hammasi mehmondo'st bo'ladi. Lekin men hozirgi chaqirmoqchi bo'lgan insonim o'sha narsani hali ham nima deydi baland уровеньda, ya'ni o'sha taraf insonlarni mehmondo'stligini saqlab qo'yayotganlari uchun, klublarni do'stona birligi uchun Dadajonov Bobur aka, marhamat. Dadajonov Bobur. Namangandan qanisiz? Keling Bobur aka. Bobur aka, assalomu alaykum yana bir bor. Haqiqatda men ko'p eshitaman, o'zim ham shaxsan guvoh bo'lganman. Har doim siz bir nima bo'lsa, birinchilardan bo'ldi nima xizmat deydigan insonsiz. Shuning uchun siz uchun bizga tarafdan bitta faxrli yorliq va sovg'alarimiz bor, kichkina. Hozir sovg'alarimizni hali raspretsilyatsiya qilishmabdi Bobur aka. O'zi qalay bo'ldi? Yaxshi dam oldingizmi Bobur aka? Lekin bitta narsa, bugun musobaqada Qora Nivada, to есть он выступал на черном Ниве. Qora Nivada yorvordingiz aka yurishni. Yorvordingiz. To есть birinchi chiqdingiz, hamma sizga menimcha nima deydi? Balet qildi. Shaxsan men o'zim ham. Siz bitta narsani bilasizmi nima qildirdingiz? Men shu narsani misol qilib berdim. Botib qoldingiz-ku. Botib qoldingiz-ku. Bo'ldi, men botib qoldim demadingiz deb kurashdingiz. Va kurashib o'zingizni qatnashgan krugingizda g'oliblardan, ya'ni chiqqan anaqangizda birinchi kategoriyasida g'oliblardan bittasiga erishdingiz. Chunki men botib qoldim-ku deb qo'lingizga siltab qo'ymadingiz. Haqiqatda shu taraflama haqiqiy ham nafaqat yaxshi inson, haqiqiy sportmenligingizni ham o'sha yerda ko'rsatdingiz va boshqalarga premyer ham bo'la oldingiz. Endi bizdan tarafdan homiylarimizdan 500 ming so'mlik voucher korzinkadan, Mir matrasdan, ya'ni matraslar o'zingizga kerakli narsalar olishingiz uchun 500 ming so'mlik voucher va Enoq moylaridan sizga mana yana moy to'xtang. Bo'ldi, bizada shu bilan hozircha to'xtadi, lekin baribir boshqa homiyimizdan sovg'amiz bor aka. Boshqa homiyimizdan. Bobur aka, rahmat.